Taң алдыдaki қараңғылық. Abdori Qaraxon. Mikrofon aldida Qaraxon. Birinci qism. Assalomu alaykum. Sarson va sargardonlikda muhojiratdagi hayotini kundilik shum xabarlar bilan ochiq yutib o'tkazayotgan tilsimat sirliq qarang'u tumanlar ichida qo'llarini ko'klarga so'zib bu qor bosgan zulmatlik qarang'u kechalardan qutulib tongning suzilishini kutib Allohga duolar qilayotgan qalbi sunuq aziz xalqim. Vatandan chiqayotgan echinishlik va tragediyalik xabarlar bizning psixikamizni o'zgartiribdi. Vatan ichidagi Uyg'urlar bo'lsin, muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsin, biz Xitoydan iborat o'z dushmanimizni xuddi lopi aynakda ko'rgandek bek aniq tanib oldik. Biz Uyg'urlar o'z dushmanimizni tarixlardami bunchalik aniq tanimabdi ekanmiz. Agar burun, ya'ni tariximizda o'z dushmanimizni bugünkidek aniq tanigan bo'lsak, u chaqda bu dushmanimizga qarta planliq, strategiyalik, bekmi puxta bo'lgan butun dunyoni ajoyib hayron qoldirgudek, ko'limi bek eg'ir bo'lgan va tillarda daston bo'lgudek boshqacha bir tarix yaratgan bo'latdik. Bundaq deginim o'tmishdagi ota-bobolarimiz vujudga keltirgan ajoyib saltanatlik tariximizni inkor qilganligim emas. U tarixni inkor qilish haddimmi emas. Ammo aqlli xalqimning mening yozmamdagi yuqorqi qurlarni ho'shiyorlik bilan tushunishini iltimos qilaman. Xayr, qarindoshlarim, ota-bobolarimiz shu tavarruk tarixning chalisini yaratishni va yezishni bizga qoldirib qo'ygan bo'lsa, bizga ota-bobolarimiz tavarruk qilib qoldirgan tarixning qoldiqini butunlashga tamoman haqliq. Xayr, aziz qarindoshlarim, beshimizdan do'pimizni elib etib, kallimizni sagak tutib turib, so'g'oq qonliq bilan obdanroq o'ylanib boqaydi. Endi biz bu tarixning davomini qandoq yezishimiz, qaysi usulda yezishimiz kerak? Hozir men bu yozmamda hozir dunyodagi Uyg'urlar umumyuzlik o'yg'andi desam, qon terim bilan yozgan bu yozmamga yengiltaklik qilgan bo'laman. Umumyuzlik o'yg'unish bundoq bo'lmaydi. Biz qachongacha o'zimizga soxta tasalli izlaymiz? Men aziz xalqimga shuni eskartib qo'yayki, biz Uyg'urlar qisman uyg'ondik. Qisman uyg'onishimizmi osonga to'xtamadi. Nurg'un qon to'kilish, nurg'un shahidlarimiz badaliga yana tehi qisman uyg'ondik. Aqlli Uyg'urlar, baldur uyg'ongan Uyg'urlar, o't yurak Uyg'urlar qisman uyg'ongan Uyg'urlarni qandoq yetaklash kerak? Qolgan Uyg'urlarni qandoq uyg'otishimiz kerak? Ularni uyg'otish uchun dastlabda nima ishlarni qilishimiz kerak? To'g'ri tashviqotni qandoq elib berishimiz kerak? Taratqulardan qandoq foydalanishimiz kerak? Amaliyotchiligimizni qaysi darajada kuchlantirishimiz kerak? Biz uchun eng muhimi ittifoqlashish bo'lsa, amisa qandoq ittifoqlashishimiz kerak? Qaysi nuqtani avval tafakkur qilishimiz kerak? Buni bek puxta, yaxshi planlashimiz kerak. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar ruhimiz sog'lom, jismoniyatimiz sog'lom bo'lishi kerak. Xitoy ishplas kommunistlari bizga hozir bir qancha turlik jihatda urush etyapti. Birinchi, qurol kuchi jihatda. Ikkinchi,
biologiyalik qirg'in qilish jihatda. 3. Chaqmoq tezligida assimilyatsiya qilish jihatda. 4. Psixologiyalik urush, ya'ni ruhni ochiq yutqizib o'ltirish, ichidan sestiv etish, nervidan ketkizib etish qatorliq va hokazolar. Aziz ona tuprog'imiz Sharqiy Turkistondagi chorasiz qolgan xalqimiz uchun ko'p duolar qilish bilan birga shu chorasiz qolgan xalqimizni qandoq, qaysi usulda qutuldirishni o'zini men Uyg'ur, mening imonim bor, vicdanım bor, tomirimda eqiyotqini junda emas, Uyg'urimning sotqini, men Uyg'urning avlodi degan har bir Uyg'ur bu Allohning menga topshirgan vazifasi, ota-bobolarimning menga qoldirgan tavarruk nasihati va vasihati deb bilish kerak. Yuqorqi yozmalarimda tasvirlab o'tganimdek, Xitoy iflos kommunistlarining biz Uyg'urlarga qarta elib berayotgan 4-5 turlik qirg'inchiligiga nisbatan xalqaro qonunlarga, ya'ni inson haqlari, kishilik huquq organlariga tayangan asosda o't yurak, mas'uliyatchan, peshqadam inqilobchilarimizning tajribalarini yakunlagan asosda qandoq faoliyat elib boramiz, qayerdan qayergacha elib boramiz. Xitoy qachongacha Uyg'urni qirg'uchi, biz Uyg'urlar qachongacha qirilg'uchi millat bo'lib davomlashaveramiz? Buni maslahat qilishimiz kerak. Ammo muhojiratdagi Uyg'urlar, sizlarga tavsiya qiladiganim, xalqaroning biz Uyg'urlarga qo'yiladigan diagnozi, ya'ni yeshimi, plani pishqichilik, biz ruhiy jihatdan nihoyatimiz sog'lom, jismoniy jihatda nihoyatimiz kuchlik bo'lmasak bo'lmaydi. Agar biz muhojiratdagi Uyg'urlar Xitoy iflos kommunistlarining bizga qarta zaharxandilik bilan o't ochgan psixologiyalik urushiga sabr qila olmay, sarang bo'lib ketsak yoki kallimizdan ketsak, kasal bo'lib ketsak, ojizlab ketsak, Xitoy iflos kommunistlari muhojiratdagi Uyg'urlarga qarta o't ochgan psixologiyalik urushda yengan va g'alaba qilgan bo'ladi. Shunga biz irodalik, sabrchan, aqlliq bo'lib turib, xalqaroning yordamini qabul qilish uchun o'tkirlik bilan plan tuzishimiz, ittifoqlashishimiz va faoliyat elib berishimiz, yerlik xalqni ta'sirlantirishimiz kerak. O'zaro bo'linayotgan jidal majralarni jiroqlarga cho'rib tashlashimiz kerak. Madaniyatimizni, tariximizni xalqaroga va yerlik xalqqa zerikmay, terikmay bildirishimiz, anlatishimiz va tushuntirishimiz kerak. Xitoy iflos kommunistlarining biz Uyg'urlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini pakitlari bilan aniq qilib tushuntirishimiz kerak. Aziz qarindoshlarim, biz ruhiyatimizni amal va sog'lom tutaylik. Jismoniyatimizni kuchli va sog'lom tutishga tirishaylik. Biz sog'lom bo'lgandila ota-bobolarimiz bizga qoldirib ketgan tarixning muhim qurlarini toshqi muhr bosgandek aniq qilib yoza olamiz. Ota-bobolarimiz bizga nasihat va vasihat qilib qoldirib ketgan tarixni bizmi navra yoki chavirlarimizga qoldirib ketsak, u chaqda biz nomardlardan bo'lib qolamiz. Bundaq deginim, ota-bobolarimizning tarixni qur tashlab yozganligidan batnig'anligim emas. Shu o'tmishdagi sharoit, ya'ni Chalı tekkan o'q romanidagi va Chalı tekkan o'q she'ridagi mazmunlardek planni chala tuzganligimiz tufayli, yiligar dushmanimizni oddiy chaqlaganligimiz tufayli, o'tmishdagi ittifoqsizligimiz tufayli ota-bobolarimiz o'z tarixining muhim qurlarini chala yozishga majbur bo'lib qolgan. Ammo hozirgi avlodlari bo'lgan biz bu tarixning davomini yanada qur tashlab yozsak, xuddi
Azat Qasımkam tərcüməsini işləyən James Churchward'ның dunyoga danlıq kitabı Qadimki quruqluq mu degan asrdagi necha ming yillik dunyo madaniyatining ulgisi va javhiri bo'lgan mu quruqligi Tinch okeanga g'arq bo'lib yer yuzidan g'oyib bo'lgandek biz Uyg'urlarmi 10 ming yillik tariximiz bilan birga bu yer yuzidan g'oyib bo'lib ketimiz. Hozirgi avlod Uyg'urlarning ota-bobolarimiz bizga qoldirib ketgan tariximizning muhim qurlarini yezishimiz, burunqi ota-bobolarimiz yozgan tarixdan murakkabroq va qiyinlik darajasi sal yuqoriroq bo'lishi mumkin. Badal bak eg'ir bo'lishi mumkin. Allah yordamchimiz bo'lsin. Bu to'g'riliq kitoblar ko'p yozilishi, she'rlar ko'p yozilishi va ichinishli filmlar ko'p ishlanilishi mumkin. Ammo biz hozirgi avlodlar bu tarixning chalishini burunqidimmi ta'sirli qilib yozmasak qat'iy bo'lmaydi. Biz bu qitimqi tarixni qaysi usulda va qandoq yozishni o'rganib oldik. Biz Uyg'urlarning hozirgi tortayotgan zulmlarimizni, azob uqubatlarimizni filmi ko'tara olmaydi. Ammo Uyg'ur ko'tarib kelyapti. Biz Uyg'urlar qachongacha chekayotgan zulmimizdan faxrlanib o'timiz? Biz qachongacha mushuncha zulmni ko'taraveramiz? Bo'ldi bas, endi yetar. Ey aziz qarindoshlarim, Xitoy to'nguzi Meningit Manqining güzel bir sahip Jamal Uyg'ur qizi bilan majburiy to'y qilgan ko'rinishi ko'z oldimdan hozirgacha ketmaydi. Qarindoshlarim, Xitoy kommunistlari kech kunduz plan tuzib Uyg'urlarga psixologik urush o'ti etish uchun mushundaq tashviqotlarni elib beryapti. Ammo bu tashviqot Xitoyning maqsad qilganidek natija bermay, aksincha biz Uyg'urlarni sargaklashtiryapti. Shu chorasiz singlimiizning xiyoliga petib turib, jiroqlarga ketgan xiyolchan ko'zi bizga nimani tushundirdi? Men Uyg'urning onasi, otasi, singlisi, qizi, men chorasiz qoldim. Meni qutuldirib edinglar. Ey saltanatlik xonliqlarni qurgan, otlarning tuvoqlaridan o't chachiraydigan ajdodlarning avlodlari qiynisilar deganni tushundirdi va shu ovozni quloqlarimizga anglatdi. Ammo biz bo'lsak Facebookda yoki WhatsAppda jidal majra bilan oldirash. Ey aziz xalqim, biz endi birlikka kelaylik, ittifoqlashaylik, uyg'unaylik. Hurmatli anglarmanlarimiz, Tong oldidagi qorong'ulik nomli maqolaning birinchi qismi mush yerda oxirlashdi. Kelarki qismida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.